Qozog'iston terma jamoasining bosh murabbiyi Ali Aliyev so'zlariga ko'ra, agar qozog'istonliklar Osiyo zonasida o'ynaganlarida, ular albatta jahon chempionatiga yo'llanma olgan bo'lardi. Balkim Qozog'iston terma jamoasi haqiqatdan ham kuchli jamoadir. Ehtimol biz ularni kamsitayotgandirmiz. Siz nima deb o'ylaysiz? FIFA terma jamoalar reytingi haqiqiy kuchni aniq ko'rsatib beradigan mezon emas. Futbolda shunday holatlar bo'ladiki, 58 o'rindagi jamoa 117 o'rinda turgan jamoaga yutqazadi. Masalan, biz Ozarbayjon yutqazdik, Belarus, Armeniya, Gruziya jamoalariga yutqazdik, garchi ular reytingda bizdan ancha past bo'lsa ham. Ko'ryapsizmi, bu holat FIFA reytingi terma jamoalar kuchini hal qilmasligini ko'rsatib turibdi. Siz nima deb o'ylaysiz, kim g'alaba qozonadi, Qozog'iston yoki O'zbekiston? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.